Aziz ustozlar va aziz mehmonlar, Kamtarin davrada bugun mehmondir. Sizga ehtirom va tabriklar boshlar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mustaqilligimizni olib berish uchun ma'naviy yo'nalish ishlatish direktor o'rinbosari Jaloliddin Muhammadov. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bu tadbirni ochiq deb e'lon qilamiz. Qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozdim-u bo'lak ishni qotirmadim, tilim turib o'z tilimda gapirmadim, bir eslasam eziladi bag'ri tilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Qadring tiklandi yana, imkon berdi yashashga qonun, yurtimizda bugun tantana. Oltin, go'zallik, shamtirga xosdir, shunchalar qudrat bor so'zning. Jon-jonimizga, qon-qonimizga singib ketgan. Shu sababli bu tabarrukga onaga qiyoslashadi va ona tili deb e'zozlashadi. Endigi navbatni 6-B sinf o'quvchilari ijrosida ona tilim raqsiga beramiz. Toki qardoshiga ravo ko'rmas. Jamolingni dilim yarab ko'rib yursa kamolingni. Imom Shahzoda Muhammadni eslasam, qo'lma-qo'l bo'lib ketgan asarlari hayotim. Endigi navbatni 6-sinf o'quvchilari ijrosida. Ey ona tilim, ona tilim, ey ona tilim, sen mening faxrimsan, ey ona tilim. Hafta ma'muriyati tarafidan, ustozlar tarafidan taqdim etildi. Dil millat ko'zisi tadbirida faol ishtirok etuvchilar 5-A sinf o'quvchilari taqdirlanadi. Marhamat. 5-A sinf.